Salom hammaga do'stlar. Bugun sizlarni gillyamiz abdur qilamiz. Nomini o'zgartirib qo'yamiz. Iloji bo'lsa Istiqilyaga qo'shilishlarini so'raymiz. Hozir mana gilyan nomini o'zgartirdim. Biroz qiyinroq edi nomi o'shaning uchun. O'zbek tiliga o'rganamiz. O'zbek o'zbek uchta nuqta bo'ldi. Mana shu gilyamiz nomi O'zbek uchta nuqta. Gilyamizda har kuni har xil sovrinlar beradi. Bayroqchaga ham bilasizlar, har xil 117 rankap shunaqa haligilar olsanglar bo'ladi. Agar yaxshi o'ynaydiganlar o'yini baland bo'lsa, bu yerda gilya janglariga qo'shib qo'yamiz. Shularni o'ynab yutib berasizlar. Hozir gilya reytingi bo'yicha 7-o'rinda turibmiz. Hali ko'tarishga harakat qilamiz. Sizlar ham qo'shilishlaringizni so'raymiz. Xayr, salomat bo'linglar.